Do'stlar, Instagramning yangi ilovasi chiqdi. Juda ham ko'pchilik kutishyapti. Edits ilovasi. Mana shu ilovada endi siz videolaringizni montaj qilib, to'g'ridan-to'g'ri Instagramga joylashtirib yuborsangiz bo'ladi. Hech qanaqa reklama yo'q. Hozir sizlarga shuni obzor qilib beraman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. Mana Edits ilovasi birinchi stransiyasi, ya'ni qilgan proyektlaringiz plyusni bosasiz va xohlagan videoni montaj qilsangiz bo'ladi. Davom qilasiz va bu yerda montaj qilsangiz bo'ladi. Trendga chiqqan muzikalarni ham mana shu yerda o'zingizga xohlaganini tanlab olsangiz bo'ladi. Qo'shasiz muzikani va ovozlarni to'g'rilaysiz va bu yerdan eksport qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Va shu yerda o'zida Instagramga joylashtirib yuborsangiz bo'ladi. Mana bu stransiyasi Reels'ni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan Reels'larni zametkaga olib qo'ysangiz bo'ladi. Davom qilasiz, zametkaga tushadi. Ya'ni mana bu joyiga stransiyasiga tushadi. Mana bu joyga tushadi. O'zingizga kerakli bo'lgan Reels'larni mana shu yerga saqlanib qo'ysangiz bo'ladi. Va post qo'yib bo'lganingizdan keyin mana bu yerda statistikalarni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Qaysi videolar qancha prosmotr bo'ldi, qancha like yig'ganlarini hammasini ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Mana bunisi esa kamerasi. Ya'ni bu yerdan xohlagan formatlarni tanlasangiz bo'ladi. 4K, 2K va HD formatlarni tanlab turib, mana shu yerda o'zida syomka qilib Instagram Stories'ga yoki Instagram Reels'ga joylashtirib yuborsangiz bo'ladi. Mana eksport qilib olasiz, sirasi Instagram yoki Stories'ga joylashtirib yuborsangiz bo'ladi. Programma nomi esa Edits, Instagram ilovasi. Barcha Instagram ishlatadiganlarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar va videoga like bosib va menga obuna bo'lishni esdan chiqmasin.